Buxara City mana shunaqa 9 etajli domimizdan uyimiz chiqdi. Детский площадка, stoyanka, hamma narsalari bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Birinchi aytadigan narsam, uyimiz ikki tomonlama. Havo aylanishi juda ham tez, juda ham yaxshi. Toza havo. 92 kvadrat metr, 4-etaj, 3 xona. Mana bu o'zini kattagina zali, bemalol xohlagan marosimlaringizni o'tkazsangizlar bo'ladi. Mana bu balkoni eng mazza qiladigan joyi mana shu. Xo'p, maktab, bog'cha, hamma narsa yaqinda. Gorgaz Buxoroni sentri, Buxara City ham Gorgazning ro'parasida bo'lganligi uchun Buxoroni sentri. Xo'p, hamma narsa yaqinda. Bu lokatsiyadan uylarimiz har kun oshib boraveradi. Bu uyimizning narxi 73.900, 76.000 edi. Hozirda 73.900. Toza yevro remontdan chiqqan. Hech kim hali yashagani yo'q. Hamma narsalari pachka. Sanuzalimiz ham ancha kattagina joy. Ikkita sanuzalimiz bor bu uyimizda. Mana bu kuxnya zonasi. Kuxnyada ham vытяжкаlar, kattagina deraza, двухконтурный котел, холодильник, hamma mebel texnikalari mavjud. Kirdikmi ham mana shunaqa proyekt. Bu yoqda ikkita xona, zal, kuxnya xonasi. Xo'p, ikkinchi sanuzalimiz mana bu spalnida. Katalani spalnisi, mana bu ikkinchi sanuzalimiz. Xo'p, bu yerda ham bitta oyna bor, deraza bor, mana bu yerda shkaf qo'yilgan. Xo'p. Remontga gap bo'lishi mumkin emas, juda chiroyli remont qilishgan. 92 kvadrat metr. 3 xona. Mana bu oxirgi детский xonamiz. 92 kvadrat metr joy uchun 73.900 juda yaxshi narxda bo'lgan. Buxara City bu uyimiz hali yana narxida oshib boraveradi.